$300 shitir sanayman. Menga mana shunaqa sifatda divan topib bera olgan odamga. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak, обязательно. Короче, hozir gap bizning eng kompaktni divanimiz haqida, Puma haqida. Короче, o'sha kuni men bunday qilib yoydim. Как раз video YouTube ga olgandik. O'sha payt sezib qoldim. Men bunday qilib yoydim buni, mashinada qo'ydim. Men bunday qilib ustiga yotdim. Yotganimda bitta narsani sezib qoldim. Yostiq слишком semiz, слишком qattiq, neudobno. Yon boshlab yotganda ham слишком baland. Kurasini qiyshayib qoldi. Короче, o'yladik, nimadir o'zgartirish kerak bo'ldi. O'zgartirdik. Короче, keyin mana bunaqa yostiq chiqardik. Buni уже такой мягкиroq qildik, porolonni ichidan olib tashladik, porolni kapsulasini. Yomon emas. Bunda ham yotib ko'rdik, lekin baribir ana qiyshayapti bo'ynim. Baribir yoqmadi. Oxiri yana ham yumshoqroq qildik, Mana mana shunday qildik, ham yumshoq qildik. Mana endi kayf. Mana endi yaxshi. Короче, yechim topildi. Bitta kamchiligi mamplar ozgina g'ijimcha bo'lib qoladi. Tarrang turmaydi, tirsillab turmaydi. O'zi bu model mana bunaqa bo'lgan boshida yostuv nima deydi, porolondan yasalgan, SS nima kategoriya yumshoq porolondan yasalgan yostuv edi. Buni otelga дополнительное спальное место, ya'ni qo'shimcha uxlash joyi sifatida bu divanga zakaz tushgan. Birinchi marta o'zi menga. O'sha yerdan boshlangan istoriyasi bu divanni. Imенно mana shunaqa zakaz qilishganda tarrang tursin, hamma yog'i cho'tki bo'lsin, anovlarda g'ijim-pijimlari umuman bo'lmasin, idealniy bo'lsin deyishgan. Lekin po faktu uyga qo'ygandan keyin bu narsa umuman kerak emas ekan. Da, tarrang, no a что толку? Ishlata olmasang uni. Yana qanaqadir qo'shimcha yostiq olishga kerak. Bu yerda tarrang emas, zato mazza qilib mana qilib quchoqlab olib, mana qilib tiyinga bosib olib, televizor qo'yib olib yoki smartfonni qo'yib olib, dunyoda qilib o'ynab o'tirasan. Ya'ni foydalanishga u mana qattiq to'g'ri kelmas ekan. Yumshoq to'g'ri kelar ekan faqat. Shuni bildik. Matosini ham o'zgartirdik bu divanni. Mana yaqinda o'zgardi matosi. Короче, bu yerda mana такой фактурный, приятный, o'shaganda приятный, ko'rinishi ham такой boshqacha, интересный, nimalari ham, fakturasi ham, ranglari ham, в целом printlari ham такой приятный, ko'zga zo'r ko'rinadigan mato qo'ydik. No, bu eng arzon versiyasi. Keyingi versiyaga o'tamiz. Bu versiyaga уже biz velur qo'ydik, mikrovelur vidi sodda, prostoy, oddiy, hech qanaqa anovlari yo'q, bijir-bijirlari yo'q. No, eng katta plus tarafi suv qo'ysang ham shimib ketmaydi, слишком, nima edi? Ruchkada chizib qo'ysang ham влажный tortasan, в принципе, umuman hech qanaqa problema yo'q. Ya'ni eng kirchimol mato bo'ldi mana ikkinchisi. Bunisiga o'tamiz. Bu yerda biz уже trendoviy mato. Bu просто o'zimga yoqqan mato. Trendoviy matolar, mana shu chiziq bo'lganlari, o'zim mazza qilayotgan matolar mana shu. Ancha menda nima edi, желание bordi. Именно mana shunaqa matodan mahsulot ishlab chiqarish menda желание bordi. Короче, mana shuni realizovat qildim. Mana bu best versiyasiga, ya'ni qimmat versiyasiga buni ishlatdik. Videoni boshida sifat haqida gapirdim. O'sha sifat sizlarga ko'rsatib beray. Eng yoqadigan joyi mana bitta barmoqda. Ras. Mana ras. Четко, ровно. Eng muhim narsasi, kravat положениясida eng muhim narsasi mana bu sidushka, mana bu va og'irdagisi bir xil qalinlikda bo'lish kerak. Bu yerda bir xil qalinlik. Bir xil plotностьda bo'lish kerak. Bu yerda bir xil plotность. Ya'ni yotganingizda bu yog'i qattiq, bu yog'i yumshoq, bu yog'i bo'lmaydi. Hammasi cho'tki. Ikkinchi joyi bu обязательно mana bu откидной spinka bo'ladi-yu. Откидной spinkada eng katta problema mana buni sinib ketish imkoniyati bor. Mana bu sinib ketishi mumkin. Bizda nima ishlatildi? Kel, yaqinroq ko'rsataman. Mana bu yerda birinchi joyi. Mana bu соединение mana соединение. Shippas bo'lgan, ya'ni mana bu yerda teshigi bor, mana bu shuni kiritib qo'yilgan, chiqib, sinib ketmasligi uchun. Mana bu yerda mana bunaqa zvezdochkalarga qo'yganmiz, bu zakladnoy vint, zakladnoy gayka deydi. Shu zakladnoy gaykaga boltlarga qotib tashlangan. Короче, говоря, мощный. Ikkinchisi eng muhim narsa bu, конечно, fanera. Fanera в принципе sinadigan narsa emas. U qiyshishi mumkin, ozgina прогибация qilishi mumkin, lekin sinib ketib qolmaydi. Okey. Keyingisiga o'tamiz. Davay, mana tegidan ko'taray. Nima bor tegida? Eng muhim narsa mana bu. Tam faneradan karkas. Tam mexanizmlar hammasi mana bunaqa vintlarga, nimaga boltlarga qotiriladi. Vintlar hammasi akkuratnida, cho'tka bu narsa. No. Eng muhim joyi bu, конечно, съемный чехол. Съемный чехолsiz bu divan emas-da o'zi. To'g'risi, men o'zim mazza qilmayman съемный чехол bo'lmasa. Полный чехолlar yechiladi, tars eshitishsa bo'ladi. Bang'illatib, mana qilib tars. Полный sochib tashsa bo'ladi. Всё. Yangi versiyasida esa yuringlar, uni ham ko'rsataman. Yangi versiyasida mana bitta o'zgartirish bo'ldi. Mana bu boltlar hammasi shestigranniy vintlarga o'zgartirildi. A съемный чехол tegida esa
Съемный chexol tegida. Nima bor ekan? Съемный sidushka bor. Mana sidushka shunday yechib yuboriladi. Bu nima beradi bu съемный sidushka? Nima uchun qilindi o'zi bu съемный sidushka? Eng muhim narsa biz o'yladik. Mana deylik, chexolning ustida kirib olib qoldi. Yechding, tashlading mashinaga, yuvding, yana taqib qo'yding. Agar bola siyib qo'ysa-chi, parvonga o'tib ketsa nima qilasan? Hech qanaqa yechim yo'q boshqa, to'g'rimi? Fayton biz o'yladik, agar bola siyib qo'ysa, shartta mana buni yechasizlar-da, bizga telefon qilasizlar, agar ana sassiqga chiday olmasanglar, grupa говоря. Telefon qilasizlar, biz yangisini jo'natib yuboramiz, shunda o'zinglar, shunda mana. Shunda olinadi mana. Nima bor ichida? PPU полностью parvondan qilingan, mana bu korsažniy lenta. Все, просто mana uyga jo'natib yuboramiz, uylarga. Mana buni shuni taqdinglar, tirs, chexol. Chexolni akkuratnенько mana burchaklarni burchakka qilib, mana akkuratno mana. Burchakka qilib, hamdan qilib akkuratnенько taqib chiqasizlar. Bo'ldi, tayyor. Yana bitta versiyasi bor. Yangi chiqyapti hozir bu. Yostiqlari boyginga o'zgartiramiz. Buni ham yostig'i menga yoqmadi. Lekin bir yo'la ko'rsatib o'tib ketay sizlarga. Bu yerda уже 3 ta odam o'tiradi bemalol. Yotganda yoyasizlar mana. Xuddi shunaqa qilib ochiladi, osongina. Tirs. Xuddi shunaqa ochiladi. Joyganda 270 ga mana 207 ga bunaqasiga 180. Ya'ni полноценное спальное место. Ya'ni ikkita odamga maza qilib, ikkita odam deyman-ku, lekin bemalol bu yoqda 3 ta odam sig'atdi. 1, 2, 3 ta odam. Buni razmeri katta, слишком uzunda, bu по-любому qayerdadir parod bo'lishi mumkin, qayerdadir sinib ketishi mumkin. Поэтому buni biz ishlab chiqarishga tushirishimizdan oldin обязательно men lichni o'zim buni ustida sakrab ko'raman. Har bitta modulning ustida sakrab, tekshirib, qarab, mana shunaqa qilib yuraman. Чтобы там qayerdadir g'irchillab qolsa, sinib qolsa, dars ketsa, men sразу bilaman-da problem borligini. Uni bartaraf qilishga harakat qilamiz sразу. Selam, bu divanda hech qanaqa unaqa kamchiliklar yo'q. Sakrab ko'rganmiz undan oldin ham, hozir yana bitta sakrab ko'ryapman. Hammasi zo'r, ustойчиво. Так что ochib qo'ygan holatingizda bolachanglar ustiga chiqib bang'alab sakrasa, hech narsa bo'lmasa kerak. Agar bolanglar 200 kg bo'lmasa, meni vesim 82 kg. Hozir ozgina ozib qoldim. Selam, hammasi yaxshi. Hech narsa sinmayapti. Bu model 3 ta har xil komplektatsiyada chiqadi. Light, Pro, Best, arzon, o'rtancha va qimmatrog'i. Также 2 ta har xil razmeri bor buni. 9 ta har xil rangda chiqadi. Любой viloyatga yetkazib beramiz. Вообще не вопрос. Mana bu nomer 24/7 aloqada. Qanaqadir savolinglar qolgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar, biz sразу javob bera olamiz.